yana bir voqea kelib qoldi. Omoxon ko'p video blogerlar 24 soat bo'lmish bo'lib yashab ko'rishgan. Men 24 soat bo'lmish bo'lib yashab olmasligim mumkin. 72 soat yashab ko'rishgan, lekin men bunaqa yashab olmasligim mumkin. Men oilam bilan yashashga o'rganganman. To'g'ridan kuniga ovqatimni ichaman. Endi shunaqada do'stlar, endi ko'chada ishlashim noto'g'ri emas endi. Yo'q, bo'lmish bo'lib yashashimiz kerak. Shuning uchun ukam, men, yana bir kishi, oshnam, uni ko'rishinglar mumkin. Pastga atmetiga o'tib ketganman. Uni ko'rsatishinglar mumkin. Ismi Muhammad Mavlonov bilan ham shart o'ynaganmiz. U hali shart bajara olmadim. Unisini uni nimasida ko'rishinglar mumkin. Uni profilida Telegram kanalimga ham yaqinda chiqaraman. Telegram kanalimni ochaman do'stlar. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Keyin do'stlar, bir gap aytib o'tsam, biz necha soat bo'lmish bo'lib yashamoqchisiz desanglar, ertalab 8 dan bozor kuni chislinchi bo'ladi hozir. 2-noyabr bo'lar ekan. 2-noyabr kuni men shaxsan o'zim 4 soat deyman, mayli 5 soat bo'lmish bo'lib ko'chada yashab ko'ramiz do'stlar. Ko'chada unda yomg'ir yog'adimi, nima bo'lsa ham va'dami? Va'da bajaramiz. Hozir ko'chada yomg'ir yog'yapti. Derazani ochib yubor. Ukam, derazani ochib yubor, ko'rsatib qo'ying obunachilarimga. Mana, ko'cha yomg'ir. Qaranglar, yomg'irli havo do'stlar. Shuning uchun o'sha 2-noyabr kuni yomg'ir yog'adimi, nima yog'sa ham aynan shaxsan o'zim video qo'yaman. Hozir zaryadi 8%. To'lgandan keyin yana bir marta video qo'yaman. Xayr do'stlar, ko'rishguncha.